Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz. Mana bugun 9-fevral Asaka yog'och bozori o'z ishini boshladi. Bir qator narxlar bilan bugun sizlarni tanishtirib o'taman. Bir qator yog'ochlarning sifatligiga va quvvatligiga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bu yerda shilipkalarimizdan boshlaymiz. Bu yerda mana pirimichkalarimiz 2 metrli pirimichkalarimiz bir donasining narxi 25 ming so'mdan. 6 ga 12 buni razmeri. Qovoqlikka, kalidonlarga, to'sinlarga tashlasa bo'laveradi. Bu yerda bu mana 3 metrlik shilipkalarimiz 1 kvadratning narxi 15 ming so'mdan. Bu yerda mana kechagi kunga kelgan 2 metrlik zo'r sifatli shilipkalarimiz terilyapti. Terilish jarayoni kvadrati 18 ming so'mdan. Bu yerda mana 4 metrlik to'sinlarimiz. Bu 4 metrlik to'sinlarimiz bir donasi 75 ming so'mdan. Bu yerda mana ustunliklarimiz 30 ming so'mdan boshlanadi. 50 ming so'mgacha ketaveradi. Bu yerda ham mana 4, 5 ustunlik, kashayli to'sinliklarimiz bor. Bu yerda mana 5 metrlik havon kashay ustun. Bu yerda mana 4 metrlik to'sinlarimiz. Bu yerda mana 4,5 metrlik to'sinni zo'r baquvvat polvoni ko'ti boshi bir xilda buni. Bir donasining narxi 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda mana starapillik, sarroblikka ham ishlatsa bo'laveradi. Bu 5 metrli yog'ochlarimizni narxi 80 ming so'mdan. Kimga kerak mahsulotlari qiziq bo'lsa, narxlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Shu videomizga like bosib qo'yasizlar.